Hürmetli vatandaş, yeni bir leksiye başlayımız. Bugün keşte yani ki vaziyetke alakadar yetip gelgen haberlerini vatandaşlar vaktini yetkizeydim. Leksiyede size hazırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çizler 2020 yıl 6. ayının 12. günü yaptı gücüme. Hazırla televizyonda şundak bir haber geldi ki Cumhuriyet Kompartiyası Memleketli Halk Vekilleri Kurultayı Hong Kong'da devlet bexatarlığı kanun layihəsini maqulluktan ötküzüş yoki maqullash, bunu Hong Kong'da yolga qo'yish irodasi yanmaydi değil. Bundan evvel tünügün Janfeng Shiko'nun televiziya yoki programma kanalida nima dedi Janfeng Shiko? 6. ay içindeki Halk Vekilleri Kurultayı'nın gün tertibide, hizmet gün tertibide Şangay'da, Hong Kong'da devlet bexatarlığı kanun layihəsini yolga qo'yish yoki buni muhokama qo'yish va yoki bu qonunni e'lon qilish, ma'qullikdan o'tkazish, ijro qilish to'g'risida hech qanday kun tartib yo'q. Nima ish bo'ldi dedi Janfeng Shiko. Tünügün, endi bugün hazır bayanatçı Hua Qiyin'nin bayanatı bilen asaslanganda bu kanunu tüzümüz, ma'qullaymiz, Hong Kong'da yol qo'yamiz dedi hürmetli vatandaş. Baş, onunla qarata Amerika Qo'shma Shtatlari, yani Amerika Qo'shma Shtatlari başçılığındaki G'arb dünyasının inkası qandaq bo'ldi? O tünügün degan bu gapni yoki bugun orliqda vaqt qanchalik o'tdi? Bu menga noma'lum hurmatli vatandaş. Siz ma vaziyatni anglaganda Cumhuriyet'nin Tayvanga qurolli hujum qilishini cheklash uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti eng yangi davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi ma'qulladi. Qonun loyihasida Tayvan munosabatlari qonuniy tilga ilindi. Bu haber 6. ayının 12. günü Cumhuriyet nazar torbetida e'lon qilindi. Endi ikkinchi Devlet Meclisi a'zolari Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasi o'ttirib qo'yib, Cumhuriyetning Tayvanga qurolli hujum qilish g'arizini cheklamoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 6. ayning 12. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Vaqt ciddilik vaqtning tartibidagi ciddilikdir. Şu vaqtning tartibidagi ciddilikte kelayotgan voqealar faqat vaqt ciddiligi bilan ciddilashidi. Bu vaziyatda patiladi vatandaşlar. Bugün Cumhuriyet Kompartiyasının pozitsiyasiga yaqindan bir-iki tarafdorlari qarab o'tirib, Amerika Qo'shma Shtatlari hozir ikki qonun loyihasini ma'qulladi, birini ma'qulladi, birini o'ttirib qo'ydi deydi. İki qonun loyihaning har ikkisi Tayvanga munosabatli. Biri Tayvanni qo'g'dash, yana Xitoyning yoki Jungko'ning Tayvanga hujum qilishini, qurolli hujum qilishini cheklash. Hozirgi gap so'zlarda, to'g'ri betlardagi muhokama munozirlarda nima deyildi? Jungko hukumati Shangayni adablab bo'lib, Tayvanga qo'l soladi dedi. Bugün Avustraliyalik bir olimning ko'rsatganicha bo'lganda nima dedi? Agar xalqaro jamiyat Şangay yani Hong Kong'da bo'lib o'tgan ishlarga, shundaqla xalqaro jamiyat uningdan keyin Cumhuriyet hukumatining Tayvanga qo'l selishi mumkinligidan iborat mushundaq vaziyat oldida qarab turadigan, jim turadigan bo'lsa, u chaqda xalqaro jamiyat o'ttirib yetadi. Avustraliyalik xudo xolisa ata tayyorlab kelamiz vatandaş. Mushundaq dedi, vaziyat mushak keldi. Biz tunigunlarda nima anglatdik sizlarga? Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining dunyo va diniy e'tiqod erkinligi to'g'risida Uyg'uriston, Tibet, Hong Kong, shundaqla Xristian diniy muridlarining Jungodagi taqdiri nima?
Hamda palungunchilarning Jungodagi taqdiri nima? Bu diniy e'tiqod to'pliqlariga, diniy e'tiqod etnik guruhlarga Xitoy qanday muomala qilyapti? O to'g'rida dokladni ko'rib o'tdik vatandosh. Undan keyin bugun aytgan sizlarga so'zliq nima deyildi? Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida 150 nafar kishidan tashkillangan bir guruh bor. Ya'ni Jungo masalasini tadqiq qilguvchilar embargo siyosati. Masalan, kim? Yuqorisi siyosiy byuroning doimiy a'zosi Wang Yang, Hanjin qatorliqlar tövbəni Çinchuangua, Xinjiang Uyghur Avtonom rayonining sekretari yoki Xitoy belgilagan gubernator. Tibet Wujingyi, Tibetning Partkomning sekretari, Xitoy Tibetga tayinlagan gubernator. Hong Kong davlat bexatarligi qonun loyihasini tatbiqlash, mushu qatorliq ishlarni bejirgan, mushu ishlarga qatnashgan, xulosalaganda kishilik huquqni dafsanda qilgan va uningga mas'ul bo'lgan Jungo Kompartiya a'zolarini embargo qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi qaramog'ida Cumhuriyetçiler Partisi'nin tashkillangan 150 nafar tadqiqotchi xodim. Tadqiqotchilar, Jungo masalasini tadqiq qilguvchilar yuqoridagi dokladni berdi. Endi ko'ring bugun bu ishki qonunni. Xitoy hukumati undaq dedi, yoki bundaq aytganda undaq qozonga mundaq cho'mich. Sen taraddud qilib o'tamsan Tayvanga marhamat. Sen bu rayonda yoki Tayvan bo'g'iz rayonida bir ishlar vaqtimi marhamat. Mana biz ishdan avval sening taradduding va sening g'arazlaringni bilib biz ishki qonun ma'qulladik degan so'zning o'zi Jungoning xirisiga qarshi xiris bilan javob berish. Jungoning tahdidiga qarshi tahdid bilan javob berish. Jungoning pozitsiyasi va maydoniga qarshi, hozirgi pozitsiyasi va maydoniga qarshi davlat pozitsiyasi va davlatning maydoni bilan javob berish. Amerika Qo'shma Shtatlarining maydoni bilan javob berish. Hurmatli vatandosh, bugungi vaziyat mushuni yetkazaman deb oldirab kashti keldim. Endi buning jiddiyligining jarayonining o'g'in qandoq bo'lishini asta vaziyatning yuzlanishi va taraqqiyot jarayonida ko'rib olamiz. Hurmatli vatandoshlar.